بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الأول الدرس السادس عشر. Arab tili darsligi birinchi qism 16-dars. Endi 16-darsni boshlashdan ilgari 16-darsdagi muhim nuqtalarni bir oydinlashtirib olaylik. 16-darsimizda o'rgangan muhim nuqta sal muhimroq. Ko'pincha o'quvchilar shu ishlatish jarayonida ilishadigan nuqta. Endi biz oldingi darslarda ko'rsatish almashlarini o'rgangan edik. Masalan, yaqinni ko'rsatish almashlari haza erlik, hazihi ayollik, haulai nima ko'plik. Yiroqni ko'rsatish almashlari zalika erlik, tilka ayollik, ulaika nima ko'plik. Bu bir. Ondan keyin biz kishilik almashlarini o'rgangan edik. Huwa erlik birlik, hum erlik ko'plik, hiya ayollik birlik, hunna ayollik nima ko'plik. Endi mushu ikki tarafda kishilik almashining ama birinchi shaxs emas, uchinchi shaxs. Huwa hum hiya hunna. Ondan keyin tilka zalika ulaika haza hazihi haulai qatorliq mushu taraflarda azroq odamni ilishtiradigan bir tarafi bor. Qanday desanglar? Biz yuqorida degan qoidalarning hammasi biz odamga o'xshash aqlliq narsalarga biz yuqorida degan o'lcham bo'yicha ishlatiladi. Masalan, erlik birlikka huwa, ayollik birlikka hiya, erlik ko'plikka hum, ayollik ko'plikka hunna, erlik birlikka haza, ayollik birlikka hazihi, erlik va ayollik ko'plikka o'rta qoldi haulai. Ondan keyin yiroqni ko'rsatmoqchi bo'lsak, erlik birlikka zalika, ayollik birlikka tilka, ayollik erlik o'rtaq ko'plik ishlamoqchi bo'lsak, ularga ishlatamiz, shundaymi? Ammo jonsiz narsalarga yoki jonliq bo'lsa-mu, aqlsiz masalan hayvonlarga, qushlarga ishlatgan vaqtimizda ko'plikni asosan ishlatmaymiz. Mayli ayollik olsun, mayli erlik olsun, ko'plikka qanamallam ayollik birlik shaklda keltirsak bo'laveradi. Masalan, kitob ko'plikka nima kutub. Buningga almash ishlatmoqchi bo'lsak, kishilik almash ishlatmoqchi bo'lsak, nima deb ishlatamiz? Hiya kutub deb ishlatamiz. Agar ha ulai yoki hum hunna degandek narsalarni ekanmaymiz. Nerede mayli ayollik shakldagi, mayli erlik shakldagi olsun, jonsiz, aqlsiz narsalar bo'ldi-ekan, buning ko'pligiga ayollik birlik ishlatiladi. Masalan, bu kitoblar demoqchi bo'lsak, hazihi kutubun deymiz. Au kitoblar demoqchi bo'lsak, tilka kutubun deymiz. Mush nuqtaga diqqat qilsak, biz erishmaymiz. Masalan, kitobning eng oxiridagi yaqinni ko'rsatadigan ismlar qaranglar. Asmaul ishorat lil qarib degan qarasanglar, haza talib haulay tullab, hazihi taliba haulay talibat. Odamdek aqlliq narsalarga haulay ishlatiladi. Zalika talib ulaika tullab. Tilka taliba ulaika talibat. Ma'nodami odamga ulayga ishlatiladi. Endi aslidagi qaranglar. Aqlsiz yaqinni ko'rsatadigan narsalarga haza bayt, hazihi buyut, hazihi sayyara, hazihi sayyarat. Mayli bayt degandek erlik shakldagi ism, mayli sayyara degandek ayollik shakldagi ism bo'lsin, buning ko'pligiga ayollik birlik shaklda ishorat qilinadi. Zalika baytun tilka buyut, tilka sayyaratun tilka sayyarat. Mana yiroqni ko'rsatgandami ko'plikka mayli erlik shakldagi buyut o'xshash ko'plik bo'lsin, mayli ayollik shakldagi sayyarat o'xshash ko'plik bo'lsin, o'xshashlar tilka ishlatiladi. Mana shu nuqtaga diqqat qilsak bo'ldi. Esingizda bo'lsin. Jonsiz yoki jonliq bo'lsa-mu, aqlsiz narsalarning ko'pligiga ko'rsatish almash va kishilik almash ishlatish to'g'ri kelib qolsa, ayollik birlik shaklida ishlatamiz. Mana bu bugun darsimizdagi asosli qoida. Endi bu nuqtaga asosan biz tekstni o'qib boqaylik. Yangi so'zlik yo'q ekan, ha? الدرس السادس عشر. لمن هذه الأقلام يا محمد؟ هي لي يا أستاذ. هي جميلة جدا. وهذه الكتب الجديدة أهي لك؟ لا هي لحامد. أين دفاتركم يا إخوان؟ هي هنا على المكتب. أنا مش جملة دقت قرايلة. لمن هذه الأقلام يا محمد؟ محمد بو قلم لكن قرايلة أقلام كبلك. أما بنون مشلتاتو هذه دب أياللقنا برلك نشلتاتو. هي لي يا أستاذ. أستاذ منن هي أياللق برلك نشلتاتو. هي دب. هي جميلة جدا. وبكترايلة. Hiya ayollik birlik ishlatdi, lekin sifatlarga ayollik birlik ishlatdi, jamila deb. Aqlam ko'plik tursa shundami?
Ama ayollik birlik işiltadi. Ve hazil kutubul jadidetu ahyalak. Bu yeni kitaplarımız sizning mi? Yeni kitaplar umu sizning mi? Yeri qaranglar. Kutub köplük. Ama bunun kelgan sifat nima keladi? Jadide deb ayollik birlik keladi. Va buningga ekelengen kishilik almash yiye deb ayollik birlik keladi. Mush nuqtasimizda bak tusun. Nurg'un o'quvchilar mush tarafda bak elishib ketadi, ha. La hiya li hamid. Yaq ula hamid. Ama tarjima qilgan vaqtda sonda bo'lsin, ko'plik kelgan ayollik birlik bo'lsin, u emas, ular deb tarjima qilamiz. Mana bir nuqta sonda bo'lsin. Ayna tafatutkum ya ikhwan? Qarindoshlar, daftaringlar qayerda? Hiya. Ula huna alal maktab. Bu yerda ustalning ustida. Esingda bo'lsin. Jonsiz, yoki jonliq bo'lsin, aqlsiz narsalarga kishilik almash, ko'rish almash ishlatgan vaqtda ayollik birlik ishlatamiz va tarjima qilgan vaqtda ko'plik shaklda tarjima qilaveramiz. Sifat ishlatgan vaqtda o'xshashlar ayollik birlik sifat ishlatamiz. Bu nuqta bak muhim nuqta. Tamarin. Ko'nikmalar. Birinchi misollarni o'ylanib baqing. Qaranglar. Birlikka haza talibun jadid huwa min amrika. Ko'plikka haulaytullahun judud hum min amrika. Aqlliqqa o'ziga mos holda birlik ko'plik ishlatadi. Ikkinchi misol qarab baqing. Haza kitabun jadid huwa min amrika. Hazihi kutubun jadida hiya min amrika. Endi aqlsiz narsalarga, jonsiz narsalarga birlik ishlatgan bilan ammo ko'plikka vaqtda ayollik birlik shaklda muomala qilyapmiz. Ma'no nuqtasida bo'lsin. Ikkinchi mashq tuandagi jumladagi har mubtadoni ko'plikka aylantiring deydi. Masalan, baytni buyutga aylantiring, undan keyin mas holda, mas qadamda oldidagi ko'rinish almashlar o'zgaradi. Albatta, masalan, baytni buyutga o'zgargandan keyin hazihiga o'zgaradi. Najmni nujum o'zgargandan keyin haza nimaga o'zgaradi? Hazihiga. Chunki jonsiz narsalarning ko'plik shakliga qanday muomala qilamiz? Ayollik birlik shaklida muomala qilamiz. Mush nuqta tunuq asosida qolganlarini tunib chiqsanglar bo'ladi. Uchinchisi, tuandagi ismlarga yaqinga munosib keladigan ishorat ismlari bilan, ko'rsatish ismlari bilan ishorat qiling. Hani haza, hazi, ha ularning qaysini qo'ysangiz qo'ying deydi. Masalan, rajulga nima deymiz? Haza. Rijalga haulai deymiz. Chunki bu nima? Aqlliq. Kalbunga haza. Kilob itning ko'pligi. Buni nima deymiz? Haulai demdiq. Yo'q, hazihi deymiz. Chunki bu aqlsiz o'g'achqa buni ayollik birlik ishlatamiz. Durus. Bu aqlsiz o'g'achqa, jonsiz o'g'achqa buni hazihi ishlatamiz. Mudarrisun. Bu aqlli o'g'achqa haulai ishlatamiz. Va qolganlarini shu bo'yicha ishlab baqsanglar bo'ladi. To'rtinchisi, tundagi ismlarga munosib yiroqni ko'rish uchun kelgan tizaliga tilka ulayga qatorliq yiroqqa munosib ishoratli ko'rsatish ismlari bilan ishorat qilinadi. Yuqoridagilar o'xshash. Masalan, talibunga zalika arlik, birlik, shundaymi? Tullabunga ulayka arlik, ko'plik. Najmunga nima deymiz? Zalika deymiz shundaymi? Ammo nujum deb ko'plik kelib qolsa, buningga ayollik birlikni tilka shaklda shu asosda boshqalarini sharaf ko'rsatsanglar bo'ladi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.